Hozir migren yo'qolsa hayotda odam o'zgarib qoladimi degan savol berishyapti yigitlar, lekin o'zingizlar buni guvoh qilsalar, shuncha odzivlarni o'zingizlar olsalar, tasvirga tushirib olsalar, qanaqa ular xursandku hammasi. Avvalambor xursandchilik, cheksiz xursandchilik bo'ladi ularda. Qalban, ruhan yosharish bo'ladi. Chunki u o'ylang surunkali migren oyiga 30 kunlab og'riq bir necha yillar davomida bo'lib kelyapti-da. Umidsizlikka tushib qolgan edi. Menda boshqa bu tuzalmas ekanman, shu tabletkani ichib umrim oxirigacha o'tib ketar ekanman degan tushkun kayfiyatda keladi. Ba'zi mana ko'p o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, suitsid holatida kelganlar bo'lgan. Men bo'ldi, hayotdan to'ydim, yashamayman, bu og'riqlardan qachon qutulaman degan bemorlarimiz albatta bitta operatsiyadan keyin tuzalib qolgandan keyin qanaqa bo'ladi? Xursand, kayfiyati ko'tarilgan, kulib turadi. Ular hech qachon surunkali migren bilan kelgan odamlar operatsiyadan oldin kulganimizni ko'rmaymiz. Har doim g'amgin holatda, har doim og'rig'i bilan keladi. Bosh og'rib tursa kulmaydi inson. Lekin har bitta odzivlarga ahamiyat bersangiz, ular kulgan kayfiyati, tabassum bilan. Mana mashi bizga huzur bag'ishlaydigan onlar mashindan iborat. Mana shuni tushungan odam haqiqiy shifokor. Mana shu onlar uchun ishlanadi, pul uchun emas.